Zakazga tayyorlab, o'zimni avtorskiy retseptim bo'yicha oylik kurslarimda o'rgatadigan, aynan o'zim ham daromadga chiqqan shu shokoladni nejniyni hozir men sizlarga teppa-tekinga o'rgatib qo'yaman. Uni bilan sariyog'ni kroshka qilib olamiz. Ketidan tuxum sarig'i, gollandskiy kakao, qaymoq razrixitini solib, xamir qorib ikkiga bo'lib, morozilkada muzlatib olamiz. Keyin esa tuxum oqidan beze tayyorlab olamiz. Har bittasi uchun alohida tayyorlanadi. Qarabsizki, listlarimni yuvmasdan qizim duxovka ichiga tiqib qo'yibdi. Tezgina yuvib oldim. Bavi yordamida. Bavida qirilmasdan tez tozalab beradi. Keyin bo'lsa tuxumni xuddi shuna qilib xamirlarni qirg'ichdan chiqarib, tuxum oqini shu nasatkada chiqarib olamiz va gazda duxovkada past gradusda pishirib olamiz. Krem uchun moloko, gollandskiy kakao va slivkani solib, ko'pirtirib olamiz. Ozgina sariyog' ham qo'shib yubordim. Xuddi shuna qilib cho'tka yordamida kremlab olamiz ketma-ketlikda. Ustiga esa fistashka sepib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. To'liq retseptini olish uchun menga obuna bo'ling.